Mening ismim Anjali. Xonada o'tirib dam olayotgan edim. Biroz vaqtdan so'ng yotdim. To'satdan yonimda kimdir yotganini sezdim. Ko'zlarimni ochganimda yonimda qaynotam yotganini ko'rdim. Uni ko'rib hayratda qoldim. Qaynotam meni uning xotini emasligimni, o'g'lining xotini ekanligimni unutdi. Qaynotam meni uning xotini deb o'ylab, mahkam quchoqladi. Tezda o'zimni ozod qilishga harakat qildim va "Dada, men ona emasman" dedim. Lekin u his-tuyg'ularga berilib ketgan edi. Uning bunday yoshdagi hayajonini ko'rib hayratda qoldim. Keyin u qo'limdan ushlab meni tortdi. Keyin qaynotam "Men sizning go'zalligingizga mahliyo bo'ldim" dedi. Men "Dada, nima qilyapsiz? Kim bilan ekanligingizni unutdingizmi?" dedim. Keyin sodir bo'lgan voqea men uchun juda qo'rqinchli edi. Men juda chiroyli ko'rindim. Tanamning shaklini aytmasa ham bo'ladi. Hamma meni biroz sog'lomroq bo'lganim uchun yanada chiroyliroq ko'rinaman deyishardi. Erim Amal tashqarida ishlardi va uyga qaytgandan keyin dam olardi. So'nggi bir necha kun davomida u ishlarining bosimidan juda charchagan edim. Biz yangi turmush qurgan edik va Amal yangi ishga kirdi. U meni o'zi bilan olib ketmoqchi edi, lekin to'y xarajatlari tufayli men unga "Avval o'zing joylashib ol, keyin meni olib ket" dedim. Erim ishga ketgan edi, shuning uchun men Amalning oilasida qolishim kerak edi. Qaynonamning hammasi boshqa shaharda yashashardi. Bu uy Amalning nomida edi va Amal uni turmush qurganimizdan keyin sotib olgan edi. Turmush qurganimizdan bir hafta o'tgach, qaynonam mendan uyimizdan ko'chib, ular bilan yashashimni so'rashdi. Amal ota-onasini men bilan qoldirib, ular men bilan qolishlari uchun. Uzoq safardan charchab, temir yo'l vokzalidan qaytib, xonada dam olishga bordim. To'satdan yonimda kimdir yotganini his qildim. Vahima ichida ko'zlarimni ochganimda qaynotam yonimda yotganini ko'rdim. Uni ko'rib hayron bo'ldim. Turmoqchi edim, lekin u meni mahkam quchoqlab, "Rani, juda yaxshi uxlaysiz" dedi. Qaynonamning ismi Rani edi. Men tezda "Dada, men ammo emasman. Men Anjali, o'g'lingiz Amalning xotiniman" dedim. Qaynonamning bu xatti-harakatlari menga juda g'alati tuyuldi. To'satdan qaynonam xonaga kirib, "Buvijon, qaynotangiz bu yerda nima qilyapti?" deb so'radi. Shundan so'ng men jim qoldim. Keyin qaynonam hijolat bo'lib, "Qaynotangiz amneziyadan aziyat chekmoqda. Shuning uchun u bu yerga xato bilan kelgan bo'lishi kerak" dedi. Qaynonamning boshi bilan muammo borligini eshitib, darhol yengil tortdim. Bu voqea qaynotamning tushunmovchiligi tufayli sodir bo'ldi. Bu men uchun dahshatli edi. Lekin qaynotam haqiqatdan ham amneziya tufayli uyimga xato bilan kelganmi yoki boshqa biron bir maqsadi bormi? O'sha kuni eshikni yopmadim. Uchalamiz ham shu uyda yashardik. Qandar bo'lmasin yana yotdim, lekin uxlay olmadim. Erim hozir tashqarida yashaydi, shuning uchun qaynotamnikida qolishim kerak edi. Turmush qurganim uchun erimning xohishlarini qabul qilishdan boshqa choram yo'q edi. To'ydan keyin qaynonam bir hafta davomida bizning uyimizda qolishdi va men qaynotamning kasalligidan hech qanday alomat ko'rmadim. Lekin Amal ketganidan keyin uning xotirasi yomonlashdi. Ertalab nonushta qilish uchun oshxonaga bordim. Shu payt qaynotam qandaydir muammo sezdi va oshxonamga keldi. Men xavotirlanib, "Nima bo'ldi, dada? Nega bunday yuryapsiz?" dedim. U "Anjali, siz juda go'zalsiz, juda yaxshi ko'rinasiz" dedi. Shuni aytib, u meni oyoqlarimdan ushlab oldi. Men "Nima qilyapsiz, dada?" dedim. U "Anjali, men siz bilan romantika qilaman. Men sizning go'zalligingizga maftun bo'ldim" dedi. Men "Ota, nima qilyapsiz? Kim bilan ekanligingizni unutdingizmi?" dedim. Qaynotam "Men kim bilan ekanligimni bilaman. U yonimda bo'lishdan aqldan ozgan edi." Shu payt onam to'satdan ayvonga kirib, "Nima bo'ldi, Anjali? Biron muammomi?" deb so'radi. Men javob berishga ulgurmasdan oldin qaynonam qaynotamning qo'lidan ushlab oshxonadan pastga tortdi. Ertasi kuni Amal qo'ng'iroq qildi. Qaynonamdan qo'ng'iroq qilishni so'radim, lekin u "Buvijon, Amalga otangiz haqida aytma, aks holda u stressga tushadi" dedi. Tun bo'yi kutdim, lekin Amaldan qo'ng'iroq bo'lmadi. Qaynonam "Buvijon, Amalga qaynotangiz haqida aytma, aks holda u juda stressga tushadi" dedi. Men uchun eng qiyin narsa shundayki, qaynonam faqat xotinini unutib, qolgan hamma narsani eslab qolardi. Men ko'pincha uning shaxsiy narsalarini atayindan yashirardim, lekin u hammasini eslab qolardi. Qaynonam faqat xotinini unutardi. Agar qaynonam buni atayindan qilmaganda, men unga yordam berardim. Erim ketganidan keyin men 3 oyni qaynonam bilan juda qiyinchilik bilan o'tkazdim. Eshikni yopiq holda uxlardim va kun bo'yi qaynotamga qaramaslikka harakat qildim. Bir kuni tushdan keyin eshikni qulflamoqchi bo'lganimda, eshik buzilganini ko'rdim. O'yladim, bu qanday mumkin? Chunki eshik ertalabgacha qulflangan edi. Kechasi qanday uxlayman?
Shuning uchun hech kimga aytmasdan otamning uyiga bordim. Bir necha kundan keyin Amal ta'tilga chiqdi. Men Amalga hamma narsani aytib berdim. Amal meni o'zi bilan ish joyiga olib bordi va u menga otasi haqida hech kimga aytmaganligimni aytdi. Chunki qaynatam meni yaqinlashtirish uchun bu dramani qilgan edi. Qaynatam esa qaynatam ehtiyojlarini qondira olmaganda uning bilan hamkorlik qilardi. O'shandan beri Amal bilan men hech qachon uyiga bormadik. Endi biz juda baxtlimiz.